Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Jaloliddinov va bugungi bizning video roligimizda yangi qo'shilib keladigan World Winners kartalar haqida gaplashamiz. Albatta do'stlar, videoni boshlashdan oldin video roligimizga like bosib qo'yib, kanalimizga do'stlar albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Biz esa video roligimizni boshladik. Xo'p do'stlar, birinchi videoda gaplashadigan kartalarimiz Heroes kartalar. Heroes kartalarni ko'rdik. Jahon chempionatida yaxshi statistika qayd etgan, yaxshi o'ynagan futbolchilarni Dream League Soccer o'yini bizga taqdim etdi. Ya'ni xo'p, bu yerda 8 ta yaxshi o'ynagan futbolchilar, masalan, Ronaldo 2018, Messi 2022, xullas shunaqa gaplar. World Winners qanaqa karta desanglar, World Winners xo'p, jahon chempionati finalga chiqqanlar plus jahon chempionatida finalist, finalistlar desak ham bo'ladi, jahon chempionatida finalistlar. Xo'p, finalistlardan ulardan yana 8 ta karta keladi. 8 ta karta 1-avgust kuni bizga taqdim etadi. Plus do'stlar, ularni ham qanday olishimiz mumkin desanglar, 15 ta open packdan keyin tushadi. Xuddi mana shu Heroes kartalar qanaqa tushgandek, ular ham xuddi shunaqa tushadi. Xo'p, endi ulardan kimlar keladi, qanaqa statistikada kelardi, shu videorolikda hozir hammasini, barchasini bila olasizlar. To'g'ri, insiderlar xabar berishicha xuddi shunaqa ekan. Albatta sizlardan aktiv poddeshka kutib qolaman. Bo'lmasa esa do'stlar, hozir men sizlarga o'sha videoni qo'yib beraman. Xo'p do'stlar, mana ko'rib turganinglardek World Winnerslardan kimlar kelishi, qanaqa statistika kelishi, barchasini bila olinglar. Faqat Yamal bilan Messining hali statistikasi chiqqani yo'q. Statistikasi chiqqani bilan Telegram kanaliga tashlab qo'yaman. Telegram kanalining silkasini esa kommentariy hamda do'stlar opisiyadan topasizlar. Telegram kanaliga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Barcha yangiliklarni Telegram kanaliga tashlab qo'yaman. Plus do'stlar, Telegram kanalimizda xuddi shu Cristiano Ronaldoning Heroes kartasini do'stlar birgalikda konkurs qilamiz. Telegram kanaliga o'tib qo'yinglar. Yaqinda shu akkauntda ham konkurs qilib sizlarga podarka sifatida beraveramiz. Hozircha do'stlar, yangiliklar shulardan iborat edi. Boya aytganimdek do'stlar, aktiv bo'lib podesh yoqib tursanglar, shunaqa yangiliklarni birinchilardan bo'lib o'zbekcha sharhda tashlab qo'yaman. Hammasi sizlarga bog'liq. Hammaga rahmat do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.